To'qayev urushni tinchitish uchun Putinga maydon taklif qilgani aytilmoqda. Qozog'iston bir necha bor Rossiyaga o'zini Ukraina mojarosini tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha muzokaralar maydoni sifatida taklif qilgan. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mixail Galuzin TASS agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning qayd etishicha, Moskva Ostonaning mavjud vaziyatni tezroq hal qilish yo'llarini izlash bo'yicha sa'y-harakatlarni qadrlaydi. Qozog'iston bizning eng yaqin hamkorimiz va ittifoqchimiz bo'lib, biz ko'plab strategik masalalar bo'yicha ishonchli muloqot olib bormoqdamiz. Biz respublika rahbariyatining Ukraina atrofidagi vaziyatga e'tibori uchun minnatdormiz. Uning mojaroni tezroq tinch yo'l bilan hal qilish yo'llarini izlash borasidagi sa'y-harakatlarni qadrlaymiz va umuman Ostona muzokaralar uchun bir necha bor o'zini taklif qildi. Bizga sanksiyalar bilan bosim o'tkazishmoqda. Biz esa bunga javoban Qozog'istonda Rossiya loyihasi asosidagi birinchi atom elektrostansiyasini hamkorlikda barpo etyapmiz. Chunki Rossiya yadro energetikasi sohasida tan olingan va so'zsiz yetakchidir. Shu tariqa hamkorligimizning kundalik amaliyoti G'arb sanksiyalari hech qanday samara bermayotganini ko'rsatmoqda va hokazo endi bir qancha bayonotlar berib o'tilgan. Demak, To'qayev urushni tinch yo'l bilan hal qilish uchun Vladimir Putinga maydon taklif qilgan. Agar Qozog'istonni eng yaqin ittifoqchi, hamkor deb atayotgan bo'lsa Rossiya, nega bundan foydalanmayapti? Endi bu yerda bitta narsa borki, ikki yondashuv borda, ikki xil yondashuv. Bir aytilgan ediki, Qozog'iston Rossiya Ukraina o'rtasidagi urushga aralashmaydi. Har qanday ko'rinishda. Lekin ikkinchi tomon ham bor. O'sha iyul oxirida bo'lgan forumda Qozog'iston prezidenti borib, o'sha ko'p muhokamalar ichida aytib o'tib ketdiki, urush tugatilsin. Biz shuni tarafdorimiz deb. Lekin biror joyda G'ayratxo'ja aka, men endi shaxsan Qozog'iston rasmiylari tomonidan o'zlarini muhokamalar maydoni markazi sifatida, platforma sifatida taklif etganligini ko'rmadim. Yo'q, albatta. Bu ham hozir Rossiya tarafidan. Xabarlar asosan o'sha Galuzin aytdi buni, Qozog'iston o'zini muzokaralar uchun platforma sifatida, platsdarm sifatida taklif etyapti deb ko'p aytilyapti. Meni nazarimda bu Rossiya tomonidan aytilayotgandek, ya'ni Qozog'iston shuni taklif qilsa biz yo'q demaymiz degan ma'nodagi. Ya'ni bu aksincha Rossiya tomonidan taklif bo'lishi mumkin. Ya'ni agar Qozog'iston o'rtada tursa, biz qarshilik qilmaymiz degan ma'noda-da. Lekin Qozog'iston buni hali tasdiqlagani yo'q. Men bir yil oldin adashmasam aytuvdim G'ayratxo'ja aka, oxir oqibat shu muhokamalar shu Markaziy Osiyoda bo'lsa ham ajablanmayman deb. Hattoki Samarqand ruhi bo'lib, o'sha Samarqand tinchlik shartnomasi imzolanib, bu urush tugashi ham mumkin degan bir versiyalar bo'lyapti. Mana sekin-sekin bu aylanib Markaziy Osiyoga kelib qoldi yana. Lekin Markaziy Osiyo tomonidan hali taklif etilgani yo'q bu. Bu biror bir tashqi ishlar vazirligi, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'istonni rasmiy bayonida berilgani yo'q. Har qalay men ko'rmadim. O'sha 2 kun 3 kundan beri Rossiya matbuoti Qozog'istonni mana shunaqa taklif etyapti degan narsa. Bu bilasizmi nimaga o'xshaydi? Tramp aytadi-ku, bizga muzokaralarga chiqdi Eron deydi. Eron 1 soatda o'zida biz hech kimga muzokaraga chiqqanimiz yo'q deydi, buni inkor etadi-ku. Bir shunaqangi bir diplomatiyada Tramp usulimi, Tramp yondashuvimi, Tramp yondashuvga o'xshagan narsalar ko'payib ketyapti. Ya'ni aytilyapti, bayon berilyapti, rasmiy bayon berilyapti, rasmiylar, matbuot kotiblari, tashqi ishlar vazirlaridan. Lekin bu gapni aytish kerak bo'lgan u tomon esa buni tasdiqlamayapti. Aynan Qozog'istonning ham holati men nazarimda shunga o'xshab ketyapti-da. Ya'ni yo'q, biz bo'lib ham men agar ikkilangan bo'lardim, qachonki balki aytgandir deb Qosim-Jo'mart To'qayevning o'zi chiqib biz aytdiki, Ukraina Rossiya urushiga aralashmaymiz deb turgan paytda, ya'ni undan yuqori shaxs yo'q-ku Qozog'istonda. Umuman prezidentdan boshqa yuqori shaxs yo'q. Davlat nomidan gapira oladigan, xalq nomidan gapira oladigan. Prezident turib gapirgandan keyin undan pastdagi organlar yoki tashqi ishlar bilan shug'ullanuvchi institut vakillari prezidentning bu nutqidan, bu pozitsiyasidan boshqacha pozitsiya berishiga men to'g'risi uncha ishonmayman. Savolni endi ikkinchi qismi. Nega Qozog'iston bu taklifni bermayapti mana? Deylik, agar Rossiya ham bunga mana Farhod aka aytganlaridek qandaydir ro'yxush berayotgan bo'lsa va qizig'i Qozog'istonning Ukraina bilan munosabatlari ham yaxshi. Masalan, Zelenskiy bilan kerak bo'lsa, qayerdadir bir ko'rishganda inglizchasiga gaplashdi, ataylab bu yerda ham bir siyosat qilishdi.
Nega Qozog'iston bermayapti bu taklifni? Menimcha Ardo'jak agar mana shu urush boshlangandan keyingi muzokara taklif qilingan yoki muzokara o'tkazilgan davlatlarni oladigan bo'lsak, birinchisi bu Belorussiya edi. Minsk. Va bu yerda nima uchun Minsk? Chunki o'sha paytda Minsk urushga juda ham yaqin edi. Ya'ni ko'rdik, Kreml nima gap aytadigan bo'lsa, Lukashenko ham shuni takrorlayotdi. Ya'ni 3 kun o'sha Rossiyaning oldida tura olmaydi, Zelenskiyga aytgan gaplari va hokazo. Va qarabski o'sha ya'ni urushning olovi yoki nimasi deymizmi, xavuri deymizmi, qaysi tarafga qarab esayotgan bo'lsa, xuddi o'sha tarafdan qandaydir Rossiyaga yordam berish kutilayotganda yoki Ukrainaga yordam berish kutilayotganda. Keyingi demak muzokaralar o'sha paytda urush endi boshlangan paytda esingizda bo'lsa, Turkiya hattoki Bayraktar zavodlarini Ukrainada quradi va xuddi nimaga o'xshab, o'sha Qorabog' urushiga o'xshab bayroqtorlarning reklamasi juda ajoyib bo'lib ketayotgandi. Ya'ni qanday zarba beryapti urushning ilk kunlarida. Va qarabski bu yerda o'sha Turkiya tarafga qarab ketdi yana nima muzokaralar masalasi. Endi bugun ko'ryapmiz, zarbalar u yoki bu ko'rinishda bevosita bo'lmasa ham bilvosita Qozog'istonning manfaatlariga ham zid taraflarga qarab ketyapti. Ya'ni uning o'sha neft haydaydigan trubalariga, ya'ni Qozog'istondan chiqadigan neftga yoki ayrim vaqtlari o'sha tankerlari masalasi deymizmi, nimadagi Kaspiy dengizidagi va umuman Rossiyaning nimasi, ya'ni zaifligi yoki mag'lubiyatining ayrim belgilari ko'rinayotgan paytda ko'pchilik takrorlaydi. Biz ham aytganmiz, o'sha Qozog'istonga bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha nimasi, ya'ni agressiyasi Qozog'istonga oshib ketadi degan fikrlar ham demak mana shu muzokaralar shamolini xuddiki Qozog'iston tarafga yo'naltirayotganday. Lekin men bu savol menga ikkinchi marta berilishi, o'tgan ko'rsatuvimizda ham aytgan edimki, nima uchun hozir Markaziy Osiyo yoki bo'lmasa boshqa davlatlar bunga aralashmayapti? Hali urushning yo'nalish vektori singani yo'q hali. O'sha singandan keyin aytish mumkin, bo'pti, mana mag'lubiyatingni tan olding, endi kel mening nima qilishimga, ya'ni muzokaralarga. Agar hali mag'lubiyat tan olinmagandan keyin muzokaralarga kelib urush boshqa tarafga qarab ketadigan bo'lsa, xoh Ukraina tarafga, xoh Rossiya tarafga, ya'ni mana shu kelishuv kimningdir mag'lubiyati uchun burilish nuqtasi bo'ladigan bo'lsa, Qozog'iston javob beradi. Qozog'iston aybdor bo'lib qoladi demoqchimiz? Umuman olganimizda Qozog'istondan ko'radi. Ya'ni sening taklif qilgan muzokaralaring bilan, ya'ni urush u yoq bu yoq bu tarafga qarab ketib qoldi. Hozir ikkalasi ham kuchli ma'noda olganimizda, yoki ikkalasining ham bir-biriga nisbatan kuchli tomonlari bor. Ukrainaning ham ikkalasi ham mag'lubiyatni tan olmoqchi. Yo'q, mag'lubiyat tan olayotgani yo'q, lekin Rossiyaning aynan bugun biroz ahvoli og'irroq, yuqorida javob berib o'tdik. Shuning uchun Qozog'iston mening nazarimda yoki Markaziy Osiyo urushning konkret bir tarafga qarab sinishini kutyapti-da, masalan. Hamid aka, bir taraf mag'lub bo'layotganda muzokaralar nima keragi bor? Ikkalovi urushayotganda baribir ham muzokara kerak bo'ladi, ya'ni nima qilmaslik uchun, yopish uchun ham qaysidir davlatning, ayniqsa o'sha nima oldingi SSR tarkibidagi davlatlar bo'ladigan bo'lsa, mening nazarimda Rossiyaga uncha botmasligi ham mumkin yoki botishi ham mumkindir, bilmadim. Shu nuqtai nazardan umuman kim hozir taklif qilishi mumkin Rossiya Ukraina o'rtasida muzokara maydonini? Istanbul fail deydi inglizchada, tamom. Minsk tamom. Qozog'iston o'zi xohlamayapti. O'zbekiston taklifni bermayapti. O'zingizlar kelishaylik Slavyan deyapti. Kim? Arab davlatlari o'zida muammo Eron bilan hozir. Amerika bir aralashib, bir aralashmayapti. Doim bunaqalarda o'rtakash bo'lgan Shveysariya Rossiyaga sanksiyalar e'lon qilib qo'ygan, endi nima qilishini u ham bilmayapti. Kim? Harto'jaga mening nazarimda 5 yillik urushdan keyin mana shu oldin muzokara taklif qilgan Rossiyaga chegaradosh bo'lmagan davlatlarni oladigan bo'lsak, biz don masalasi deymizmi yoki yoqilg'i masalasi, qurol yetkazib berish masalasida Rossiyaga tobelikni u yoki bu ko'rinishda bartaraf etib olishdi. Ya'ni bu masalani
deylik boshqa bir manbalarini topishdi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, ular ham hozir xayrixohlik bildirayotgani yo'q. Ya'ni bu urush nuqtai nazaridan emas, urush vujudga keltirgan sabablar nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, hozir deylik Turkiya ham Rossiya masalasida unga bog'liqligini 5 yil ichida deyarli demak boshqa yo'nalishlarga qaratib oldi deyish mumkin. Yoki boshqa davlatlarni ham shunday deyish mumkin. Shu nuqtai nazardan bugun o'sha Qozog'iston, mening nazarimda Farhod aka, Qozog'iston ham umuman olganimizda boyagi nimaning prezidentining To'qayevning aytgan gapi bu o'zi nima uchun, ya'ni ommaviy axborot vositalari uchun. Lekin Qozog'istonning demak bilish mumkinki, o'sha muzokaralarga chaqirish potensiali kuchli boshqa davlatlarga qaraganda. Lekin shunday bo'lsa ham hozir boyagi qizil chiziqni ko'rsatib qo'yish uchun bizlardan umid qilmay turaver degan ma'noda fikr bildirayotganday. Ya'ni boshqa siyosatchilar Qozog'iston deyotgan ekan Rossiyada, demak qandaydir insayderlar bor. Ya'ni qandaydir to'g'riroq insaytlar bor degan xulosaga ham kelish mumkin.